Assalomu alaykum, hurmatli MyBank.uz kanali kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana Orzubek Jo'rayev, MyBank.uz, ya'ni Mening bankim.uz kanalida tinchlik, osoyishtalikda ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Nega tinchlik deyotganim sababini bilasizlar? Bir yoqda Rossiya Ukraina urushi, kundan kunga qaynoq tochkaga, qaynoq zonaga aylanib borayotgan Kashmirda Hindiston va Pokiston kelishmovchiligi, bundan tashqari yaqinda boshlangan Eron-Isroil urushi, bular hammasi global vaziyatga albatta o'z ta'sirini o'tkazadi. Bir narsani biling, aziz kuzatuvchilar, iqtisodiyot sokinlikni yaxshi ko'radi, shundagina u rivojlanadi. Mana shu notinch dunyoda ko'pchilikka qiziq bo'layotgan savollardan biri AQSh dollarining holati qanday bo'ladi? Shu haqida biroz gaplashishni sizlar bilan bir joyiz topdim. Dollar kursi yaqin 10 kunlardan beri faqat pasayishda davom etmoqda va bugungi o'rtacha kurs 12.500 so'mni tashkil qilmoqda. Xo'sh, nega bunday bo'ldi? AQSh dollarining ko'tarilishi, tushishiga nima ta'sir qiladi? Bunda bu yog'iga AQSh dollarining kursi qay darajada ketadi? Bu haqidagi o'zimni shaxsiy fikrlarimni sizlar bilan bo'lishaman va o'zlaringizda ham shaxsiy fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentlarda yozib qolsalaringiz bo'ladi. Bu albatta bizga qiziq, bu yurtdoshlarimizga qiziq. Iltimos, videoni boshlashdan avval like tugmasini bosib qo'ying. Sababi faqat va faqat mana shu like bizga, xususan mening o'zimga motivatsiya beradigan narsa. Chunki bu like bosilgandan keyin sizga o'xshagan boshqa hamyurtlarimizga mana shu videoni yetib borishi osonlashadi. Avvalo, dollarning tushishi yoki ko'tarilishiga ta'sir qiladigan sabablar haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, juda ham ko'p sabablar mavjud. Mana shu AQSh dollarining tushishi, ko'tarilishiga ta'sir bo'ladigan asosiy sabablar haqida biz hozir gaplashamiz. Birinchi sabab bu mamlakat ichidagi dollarga bo'lgan talab va taklif. Ya'ni kim dollar odamlarga to'satdan kerak bo'lib qolib, dollar bozordagi taklif etilayotgan dollardan ko'ra ko'proq odamlar dollar sotib boshlasa, tabiiy ravishda dollarning narxi oshadi. Va agar buni teskarisi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni dollar odamlarga kerak bo'lmay qolsa va uncha ko'p dollarga xaridor kamaysa, mana shunda dollar narxi tushadi. Hozir ayni mana shu sabab rol o'ynamoqda. Odamlar ko'proq dollarda zaxira, o'z mablag'larini dollarda saqlash o'rniga, balki uning o'rniga oltin yoki ko'chmas mulkka pullarni yo'naltirmoqda. Ikkinchi sabab esa bu chetdagi migrantlarning O'zbekistonga ko'proq pul jo'natishi. Bilasiz, hozir O'zbekistonda ayni mavsum, ya'ni sezon, qishga qaraganda yozda chetdan ko'ra ko'proq dollar kirib keladi va bu natijasida dollar mamlakatdagi dollar bozorida taklif oshadi. Va uchinchi sabab esa tashqi savdo aylanmasi, ya'ni eksport va importning balansi dollar narxiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Ya'ni eksport importdan oshib ketsa, dollar ko'tariladi. To'rtinchi sabab bo'ladigan bo'lsa, bu siyosiy sabab, ya'ni AQShning tashqi siyosatiga ko'proq narsa bog'liq bo'lib qoladi. Masalan, hozir janob Tramp tashqi siyosatda juda ham ko'p o'zgarish qilyapti. Turli xil bojlar kiritmoqda, hattoki 500% gacha bojlar kiritmoqda Yevropaga va Xitoyga. Mana shular ham o'z-o'zidan AQSh dollarining ko'tarilish tushishiga juda ham katta ta'sirini ko'rsatadigan bir sabablardan biri. Videoning eng qiziq pallasiga yetib keldik. Xo'sh, endi dollar narxi ko'tariladimi yoki tushadimi degan savolga to'xtalsak,